Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim, ayniqsa pensionerlar, ularning farzandlari va qarindoshlari uchun bevosita kerak bo'ladigan masalani tushuntiraman. So'nggi paytlarda odamlar orasida pensionerlarni ayrim muassasalarga kiritishmayapti. Endi qariyalar ostonadan qaytarlar ekan, rasman taqiq chiqibdi degan gaplar ko'paydi. Bu xabarni noto'g'ri tushunish pensionerning nafaqasi, davolanishi hujjati, kompensatsiyasi yoki ijtimoiy yordamini vaqtida ololmay qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir oddiy tilda. Qonuniy tomoni, amaliy tomoni, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, agar eshikdan qaytarsa nima qilish kerak, qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak, hammasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida eshitilsa foyda beradi. Avvalo eng asosiy narsani aniq aytaman. Pensioner bo'lgani uchun odamni davlat idorasi, bank, poliklinika, ijtimoiy himoya organi yoki boshqa xizmat ko'rsatuvchi muassasaga umuman kiritmaslik qonuniy qoida sifatida tushunilmasligi kerak. Ya'ni siz pensionersiz, sizga kirish mumkin emas degan gap o'z-o'zidan to'g'ri bo'lib qolmaydi. Fuqaro yoshi kattaligi sababli kamsitilmasligi kerak. Lekin nima o'zgardi? Amalda ko'plab muassasalarda ichkariga kirish tartibi qattiqlashdi. Avvallari pensioner bank bo'limiga, mahalla idorasiga, pensiya bo'limiga yoki tibbiyot muassasasiga borib, navbatga turib, xonadan xonaga kirib yurishi mumkin edi. Hozir esa ko'p joylarda faqat qabul vaqti bilan, faqat elektron navbat orqali, faqat mas'ul xodim chaqirsa, faqat qabulxona hududigacha, faqat bitta hamroh bilan, faqat shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan degan tartiblar kuchaygan. Mana shu joyda odamlar chalkashadi. Ishchi xonalarga, xizmat hududiga, arxivga, kassaga, server xonasiga, tibbiy blokka yoki yopiq muassasa hududiga erkin kirish taqiqlanishi mumkin. Lekin xizmat olishning o'zi taqiqlanmaydi. Farqi juda katta. Masalan, bankda pensioner kassaning ichki qismiga kirmaydi. Lekin pensiyasini olish, kartasini almashtirish, ariza berish huquqi bor. Poliklinikada pensioner shifokorlar xonasiga navbatsiz bostirib kirmaydi, lekin qabulga yozilish va tibbiy yordam olish huquqi bor. Shuning uchun bugungi mavzudagi ostonaga qo'yilmaydi degan iborani men huquqiy tomondan shunday tushuntiraman. Ayrim muassasalarda pensionerlarni ham, boshqa fuqarolarni ham ichki hududga tartibsiz kiritmaslik tartibi kuchaygan. Ammo bu pensionerlarning huquqi bekor qilindi degani emas. Eng muhim masala, siz o'zingizga tegishli xizmatni qanday tartibda olishingizni bilishingiz kerak. Birinchi navbatda pensionerlar ko'p boradigan joylarni olaylik. Pensiya va ijtimoiy himoya bo'limlari, banklar, poliklinika va shifoxonalar, mahalla, notarial idoralar, kadastr, soliq, kommunal xizmat tashkilotlari. Bu joylarda kirish tartibi har xil bo'lishi mumkin. Masalan, oli taksi yoshli otaxon har oyning 5 sanasida bankka borib pensiyasini kartadan naqd oladi. Avval u to'g'ridan to'g'ri kassaga yaqin borib, odamlar orasida navbat kutgan. Endi bank xodimi eshik oldida elektron navbat taloni beradi. Kimlik hujjatini tekshiradi. Ichkarida odam ko'p bo'lsa tashqarida kutib turishni so'raydi. Otaxon buni meni kiritishmadi deb tushunishi mumkin. Aslida bank xizmat ko'rsatishni rad etayotgani yo'q. Xavfsizlik va navbat tartibini saqlayapti. Agar otaxon navbat raqamini olsa va xizmat ko'rsatilsa, bu taqiq emas. Boshqa misol, yetim 2 yoshli onaxon pensiya qayta hisob-kitobi bo'yicha tuman bo'limiga boradi. Eshik oldida unga bugun qabul kuni emas, dushanba va payshanba kunlari kelasiz yoki arizani onlayn topshirasiz deyishadi. Bu ham darhol noqonuniy taqiq degani emas. Muassas qabul kunlarini belgilashi mumkin. Lekin ular onaxonga qayerga murojaat qilish, qaysi kuni kelish, qanday ariza yozish kerakligini tushuntirishi shart. Ketavering, sizni kiritmaymiz deb qo'pol qaytarish mumkin emas. Endi kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, hujjat yonida bo'lmagan pensionerlar. Hozir ko'p joyda pasport yoki ID karta so'raladi. Agar odam meni hamma taniydi desa ham, muassasa xavfsizlik sababli hujjat talab qilishi mumkin. Ikkinchidan, birovning nomidan ish bitirmoqchi bo'lgan farzandlar. Masalan, o'g'il onasining pensiyasi, nogironlik nafaqasi yoki kompensatsiyasi bo'yicha idoraga borsa, undan ishonchnoma yoki vakolatni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Men o'g'liman degan gap ko'p holatda yetarli bo'lmaydi. Uchinchidan, sog'lig'i og'ir, o'zi yurib bora olmaydigan pensionerlar. Ular muassasaga bora olmagani uchun huquqidan mahrum bo'lib qolmasligi kerak. Bunday holatda uyga borib xizmat ko'rsatish
vakil orqali ariza topshirish, mahalla yoki ijtimoiy xodim yordamidan foydalanish, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish imkoniyatlari bor. Masalan, 70 yoshli yolg'iz pensioner bankka bora olmasa, kartani yetkazish, ishonchli vakil orqali naqd olish, ijtimoiy xodim ko'magida ariza berish masalasini ko'tarish mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Hujjatlari joyida bo'lgan. Qaysi xizmat kerakligini aniq biladigan, qabul tartibiga rioya qiladigan pensionerlar xavotir olmasin. Sizning yoshingiz katta bo'lgani uchun pensiyangiz to'xtab qolmaydi. Poliklinika sizni ko'rmay qo'ymaydi. Bank pulingizni bermay qo'ymaydi. Lekin sizdan tartib so'ralishi mumkin. Navbat, hujjat, ariza imzo, telefon raqam, plastik karta, tibbiy yo'llanma. Keling, aniq raqamli vaziyatni ko'raylik. Pensioner 20 milyon 200 ming so'm pensiya oladi. U bankka onun sanada boradi, lekin bankda 16 nafar odam navbatda. Xavfsizlik xodimi ichkarida 11 nafardan ortiq mijoz turmasligini aytadi. Pensioner tashqarida 20 daqiqa kutadi. Bu yoqimsiz. Albatta, ayniqsa issiqda yoki sovuqda qiyin. Lekin bu holat pensionerga nisbatan alohida taqiq emas. Agar bank pensionerga siz yosh chegarangiz sababli xizmat ola olmaysiz desa, mana bu mutlaqo boshqa masala bo'ladi va shikoyat qilish kerak. Yana bir vaziyat, 15 yoshli ayol tibbiy ko'rikdan o'tish uchun shifoxonaning ichki bo'limiga kirishga harakat qiladi. Qo'riqlovchi bu yerga faqat yotqizilgan bemorlar, shifokorlar va ruxsatnomasi bor hamrohlar kiradi deydi. Bu ham taqiq emas, bu sanitariya va xavfsizlik tartibi. Lekin ro'yxatxona, qabul bo'limi yoki maslahat xonasiga yo'l ko'rsatilishi kerak. Agar pensioner yordamga muhtoj bo'lsa, hamshiraga xabar berilishi kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Og'zaki rad javobi bilan yozma rad javobi bir xil emas. Eshikdagi xodim mumkin emas dedi. Lekin nima uchun mumkin emasligini tushuntirmadi. Bunday vaziyatda siz yoki farzandingiz muloyimlik bilan iltimos, qaysi asosga ko'ra kiritilmayapti? Mas'ul xodimni chaqiring, yozma tushuntirish bering deb so'rashingiz kerak. Chunki og'zaki gapni keyin isbotlash qiyin. Ikkinchi nozik jihat, muassasa ichki tartibni belgilashi mumkin. Lekin bu tartib fuqarolarning xizmat olish huquqini yo'qqa chiqarmasligi kerak. Masalan, faqat seshanba kuni qabul qilamiz deyishsa, boshqa kunlarda arizani qabul qilish tartibi bormi? Elektron qabul bormi? Pochta orqali yuborish mumkinmi? Shuni so'rang. Agar masala shoshilinch bo'lsa, masalan, pensiya to'lanmay qolgan, nogironlik hujjati muddati tugayotgan, davolanish uchun yo'llanma kerak bo'lsa, bu holatni alohida tushuntirish kerak. Uchinchi nozik jihat, pensionerning o'rniga farzandi yoki qarindoshi kirish ham har doim avtomatik ruxsat etilmaydi. Ko'p odamlar onam 75 yoshda, men o'zim hal qilib kelaman deydi. Lekin bank, notarius, pensiya, soliq kabi joylarda shaxsiy ma'lumotlar himoya qilinadi. Sizga ma'lumot bermasliklari mumkin. Buning uchun notarial ishonchnoma, ayrim holatlarda oddiy yozma ariza, tibbiy xulosa, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Masalan, onangiz nomidagi pensiya kartasi bloklangan bo'lsa, bank sizga shunchaki o'g'li bo'lganingiz uchun karta ochib bermaydi. Bu onangizning pulini himoya qilish uchun qilingan tartib. 4-nozik jihat, ayrim yopiq yoki maxsus rejimli muassasalar bor. Masalan, harbiy obyektlar, ichki ishlar tizimidagi ayrim binolar, sudning yopiq majlis o'tkaziladigan xonalari, infeksion bo'limlar, reanimatsiya, arxiv va server xonalari. Bu joylarga nafaqat pensionerlar, balki oddiy fuqarolar ham erkin kiritilmaydi. Shuning uchun meni pensioner bo'lganim uchun kiritishmadi deyishdan oldin, u joy aslida hamma uchun yopiqmi yoki faqat sizga rad javobi berildimi? Farqini aniqlash kerak. 5-nozik jihat, sog'liq bilan bog'liq cheklovlar. Masalan, ayrim sanatoriy, reabilitatsiya markazi yoki tibbiy muassasa yoshi kattalarga emas, balki aniq tibbiy ko'rsatma yoki qarshi ko'rsatmaga qarab qabul qiladi. Agar pensionerda yurak yetishmovchiligi og'ir bo'lsa, bosimi nazoratda bo'lmasa, yuqumli kasallik belgilari bo'lsa, muassasa vaqtincha qabul qilmasligi mumkin. Bu yoshga qarab kamsitish emas, tibbiy xavfsizlik masalasi. Lekin bunday javobi ham shifokor xulosasi. Yozma ko'rsatma va boshqa davolanish yo'li bilan tushuntirilishi kerak. 6-tuzoq, firibgarlar. Sensatsion xabarlar chiqqanda ayrim firibgarlar bundan foydalanadi. Ular pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, sizni endi pensiya bo'limiga kiritishmaydi. Men 200 ming so'mga hujjatingizni hal qilib beraman. Bankka bormang, kartangizni menga bering, pulingizni olib kelaman. Yangi qaror chiqdi.
pensiyani saqlab qolish uchun kodni ayting deyishi mumkin. Men qat'iy ogollantiraman. Hech kimga bank kartangiz PIN kodini, SMS kodini, pasport rasmingizni, elektron imzo kalitingizni bermang. Davlat idorasi yoki bank xodimi telefon orqali sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing va yaqinlaringizga ayting. 7-nozik jihat navbatsiz xizmat masalasi. Ko'p pensionerlar men qariyama navbatsiz kirishim kerak deb o'ylaydi. Ba'zi joylarda nogironligi bor shaxslar, urush va mehnat faxriylari, homilador ayollar, og'ir ahvoldagi bemorlar uchun ustuvor xizmat bo'lishi mumkin. Lekin barcha pensionerlar hamma joyda har doim navbatsiz kiradi degan umumiy qoida deb tushunish xato bo'ladi. Shu bilan birga muassasa yoshi katta, oyoqda uzoq tura olmaydigan odamga insoniy yordam ko'rsatishi, o'tirish joyi berishi, navbatni qulaylashtirish kerak. Endi eng kerakli qism, agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, nima qilish kerak? Birinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, telefon raqami, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, ST yoki boshqa kerakli raqamlar alohida papkada tursin. Juda ko'p muammo oddiy hujjat topilmagani uchun cho'ziladi. Masalan, pasport muddati o'tgan bo'lsa, bank karta almashtirishni kechiktirishi mumkin. Telefon raqam o'zgargan bo'lsa, SMS tasdiqlash kelmaydi. Ikkinchi qadam. Muassasaga borishdan oldin aniqlashtiring. Qabul kuni qachon? Ish vaqti nechadan nechagacha oldindan yozilish kerakmi? Arizani onlayn yuborish mumkinmi? Hamroh kirish mumkinmi? Shularni telefon orqali yoki rasmiy kanal orqali so'rang. Bir marta aniqlashtirish pensionerning 2-3 marta ovora bo'lishining oldini oladi. Ayniqsa qishloqdan tuman markaziga borish uchun o'ttim-gartim ming so'm yo'l xarajati qiladigan odamlar uchun bu juda muhim. 3-qadam, arizani yozma bering. Agar pensiya to'xtab qolgan bo'lsa, pul kam tushgan bo'lsa, qayta hisob-kitob kerak bo'lsa, ijtimoiy yordam rad etilgan bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, masalaning mazmuni, talabingiz va sanab bo'lsin. Menga pensiya to'lovi nega kamaygani haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman yoki mening murojaatimni belgilangan tartibda ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam. Kirishga ruxsat berishmasa, tinch va huquqiy yo'l tuting. Qo'riqlovchi bilan janjallashmang, baqirmang, telefonni yuziga tutib haqorat qilmang. Bu sizning masalangizni tezlashtirmaydi, aksincha murakkablashtiradi. Muloyim ayting. Men xizmat olish uchun keldim. Agar ichkariga kirish mumkin bo'lmasa, mas'ul xodimni chaqiring yoki arizamni qabul qiling. Rad javobi bo'lsa, yozma asosini bering. Mana shu gap juda kuchli. Chunki siz tartibni buzmayapsiz, lekin huquqingizni talab qilyapsiz. 5-qadam. Vakolatni rasmiylashtiring. Agar ota-onangiz yoshi katta, kasal yoki yurishga qiynalsa, oldindan ishonchnoma masalasini hal qiling. Notarial ishonchnoma ko'plab idoralarda farzandga hujjat topshirish, ma'lumot olish, bank ishlarini bajarish, ariza berish imkonini beradi. Lekin ishonchnomaning matni aniq bo'lishi kerak. Masalan, faqat bitta hujjat olish uchunmi yoki barcha pensiya, bank, tibbiy va ijtimoiy masalalarni yuritish uchunmi? Farqi bor. Notariusga borayotganda aynan nima uchun kerakligini ayting. 6-qadam. Sog'lig'i og'ir pensionerlar uchun uyga chaqirish yoki masofaviy xizmatni so'rang. Mahalla ijtimoiy xodim, oilaviy shifokor, bankning aloqa markazi, davlat xizmatlari markazi orqali qanday imkoniyat borligini aniqlang. Masalan, 2 yoshli onaxon yurak xastaligi sababli 2-qavatdan tusholmasa, uni har safar idoraga sudrab borish shart bo'lmasligi mumkin. Ba'zi xizmatlar vakil orqali, ba'zilari elektron tarzda, ba'zilari joyiga chiqqan holda bajariladi. 7-qadam, shikoyat qilish tartibini biling. Agar sizga haqiqatan ham asossiz rad javobi berilsa, masalan, pensionerlarni qabul qilmaymiz, yoshi kattalarni kiritmaymiz, faqat tanish bo'lsa kiradi kabi gaplar aytilsa, avvalo muassasa rahbariga yozma murojaat qiling. Natija bo'lmasa, yuqori tashkilotga, tegishli vazirlik yoki idoraga, xalq qabulxonasi yoki rasmiy murojaat platformalariga yozing. Shikoyatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Qaysi sana, qaysi vaqt, qaysi muassasa kim nima dedi? Siz nima so'radingiz? Qanday zarar bo'ldi? Agar navbat taloni SMS, audio yoki video dalil guvoh bo'lsa ko'rsating. 8-qadam. Pensionerning moliyaviy xavfsizligini himoya qiling. Pensiya kartasini hamma
joyga berib yubormang. Uyda farzandlar o'rtasida ham aniq kelishuv bo'lsin. Kim bankka olib boradi, kim dori oladi, kim kommunal to'lov qiladi. Ko'p oylarda momo shundan chiqadi. Pensioner pulni bir qarindosh olib, boshqasi bilmaydi. Keyin bank bermadi, idora kiritmadi degan tushunmovchilik paydo bo'ladi. Har oy tushgan pensiya miqdorini yozib boring. Masalan, 1.500.000 so'm tushsa, 300.000 dori, 200.000 kommunal, 200.000 kommunal, 500.000 oziq-ovqat qolganini pensionerning o'zi bilsin. Bu ham huquq, ham hurmat masalasi. 9-qadam elektron xizmatlardan qo'rqmang. Lekin ehtiyot bo'ling. Farzandingiz yordamida rasmiy portallarda ro'yxatdan o'tish, navbat olish, ariza yuborish mumkin. Lekin parol va kodlar faqat ishonchli odamda bo'lsin. Internetdagi noma'lum havolalarga kirmang. Pensiya oshdi. Tekshirish uchun shu linkni bosing degan xabarlar ko'pincha firibgarlik bo'ladi. Faqat rasmiy manbalarga ishoning. 10-qadam. Har bir rad javobini to'g'ri baholang. Muassasa bugun qabul yo'q desa, bu boshqa. Hujjatingiz yetishmayapti desa, bu boshqa. Bu xizmat faqat onlayn desa, bu boshqa. Siz pensiyonsiz kiritmaymiz desa, bu butunlay boshqa. Har bir holatda javob ham boshqacha bo'ladi. Hujjat yetishmasa, hujjatni to'ldirasiz. Qabul kuni bo'lmasa, belgilangan kunda borasiz. Onlayn bo'lsa, yordam so'raysiz. Kamsitish bo'lsa, shikoyat qilasiz. Demak, azizlar, bugungi eng muhim xulosa shuki, pensionerlar huquqsiz qolmadi. Ularni yoshi uchun davlat xizmatlaridan mahrum qilish mumkin emas. Lekin ko'plab muassasalarda ichki tartib, xavfsizlik, elektron navbat, qabul va vakolat talablari kuchaygan. Kimki bu tartibni bilsa, o'z pensiyasi, davolanishi, ijtimoiy yordami va hujjatlarni ancha oson hal qiladi. Kim bilmasa, eshik oldida qaytib asabiylashib, vaqt va pul yo'qotishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, ota-onangizning hujjatlarini bugunoq tekshiring. Qaysi muassasaga nima uchun borish kerakligini aniqlang. Kerak bo'lsa ishonchnoma qiling. Rad javobi bo'lsa yozma asos so'rang va hech qachon firibgarlarga kod, karta yoki hujjat bermang. Sizning hududingizda pensionerlarni qaysi muassasada ko'proq ovora qilishyapti? Bankdami, poliklinikadami, pensiya bo'limidami yoki boshqa joydami? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda aynan shu muammolarni alohida tahlil qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumot har bir oilaga kerak.